Assalomu alaykum hurmatli Ishtiqon markazilar obunachilari. Bugun biz aynan Ishtiqon shahri Qaychilik massifiga tashrif buyurdik. Bu yerda umumiy maydoni 8 sotixdan ziyodroq, dokumentalni 820 yozilgan dedi. 8 sotixdan ziyodroq umumiy 5 ta xonadan iborat xonadonimizni video obzorini e'tiboringizga havola qilamiz. Oxirida summalarni aytib o'tib ketiladi. Lokatsiyasini tushuntiradigan bo'lsak, Qaychilikni oxirgi, ya'ni bu tomonga o'sha Payshanbaga ketish yo'limi? Payshanbaga ketish yo'lida oxirida o'sha yo'l yuzida 8 sotixlik joyimizni ham video obzorini e'tiboringizga havola qilganmiz. O'shanda o'tganda, ya'ni o'sha Qaychilik oxiridagi o'sha ko'prikdan o'ngga burilasizlar, deta bir ichkariga 20 metr kirganda umumiy holati 8 sotixdan iborat tayyor xonadonimiz, ya'ni ikkita xonasi o'sha hozirgi kunda karobka holatda ekan. Mana Elobod ko'chasi ekan, birinchi tor ko'chasi Shahlarkent MFY. Ya'ni bu yerda gaz, svet, suvda muammosi yo'q. Aytayapti, hozir buloq boshi Shodiyor aka. O'zi Ishtiqonda gaz bo'lmasa ham bizda lekin spetsialniy gaz bo'ladi. O'shaning uchun bemalol qo'rqmasdan ayta olamiz deyapti. Betonlari mustahkam qilingan, umumiy darvozaxona bitta mashina sig'iladigan, xohlasangiz narxi tomonga nafis cho'zib olsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ichkarilarimizda kontrollari qoqilgan ekan. Nima deydi? Ichkariga o'sha podvol qismlari ham chiroyli qilib joylashtirilgan. Agar tomonlarni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bu tomondan общий yana qurilish qilishga imkoniyat bor, ya'ni o'sha agrot qismi ham qoladi. Xohlasangiz u tomonda to'liq ravishda yana imorat sug'ursa bo'ladigan imkoniyat, ya'ni o'sha darajasi bor. Mana bu yerda podvollarni ham ko'rsatib o'tsa ham bo'ladi, menimcha. Shu podvol qismlari ham yaxshigina chuqur. Ya'ni o'sha balandroq ekan. Mana bu yerda umumiy общий hozir ichkari tomondan eshikdan ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Umumiy общий bitta katta splashnoy zal ekan. Ya'ni o'sha 15 lik nimalarni qo'yib ketganmiz deyishdi. Lekin ikkiga bo'linishga xotam qilib qo'yganmiz. Mana bu yerda bitta kirish qismi bo'lsa kerak. Bu koridor, xonasi. Biz ichkarilardan ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim deymiz. Ichkari tomonlarimiz endi o'rtacha holatdagi remont, bunaqangi yevro remont ham qilinmagan-cha. Lekin yaxshi. Oshxona qismiga ham men ko'rib turganingizdek, oshxona qismida o'sha suv, issiq suv, sovuq suv bu narsasi olingan. Summasini aytib o'tganmiz, oxirida aytib o'tamiz. Bu yana kelishiladigan joyi bor deyapti. Skitlar qayda bo'lgan? Ikkita kengish katta, bu yoqdan ham. Bu tomonga o'sha darvozaxonaga bitta akva qo'yilgan. Tom tashqari tomonga ham quyosh tushadigan. Menimcha obed paytlari juda ham zo'r. Quyosh tushsa kerak bu tomonlarga. Tabiiy sharoitini ham qilib qo'yishgan. Xo'p, endi kichkina mehmonxona sifatida hozir cha foydalanib turibmiz deyishyapti. Hozircha 3 ta xonasi tayyor deyishdi. Misol uchun u tomonlarni hozir ko'rsatishga harakat qilamiz. Balkim ochilar, balkim ochalarni ochmasmiz, lekin bu hozir spetsialniy mana bu yerimiz mehmonxona sifatida foydalanyapmiz dedi. Bitta yotoqxona, o'zi koridor, oshxona, hozircha bitta yosh oilaga bo'ladi menimcha. Tashqariga qaragan romga ega. Xo'p, tashqariga endi bitta sekin mo'ralaymiz. Tashqarida ham qolgan sommalarni aytib o'tib ketamiz. Tashqaridan aynan bu yerda ikkita xona joylashgan, ya'ni o'sha bitta spetsialniy uzunroq koridor joylashgan va oxirida bitta xona deyishdi va bu tomonga yana bitta eshik bor. Ko'rib turganingizdek, splashnoy katta bitta mehmonxona tushgan. Buni ham ikkita xona qilib ham bo'ladi. Chunki biz betonni ham bo'lib qo'yganmiz. O'shanga yarasha ishlarni ham o'shanga yarasha moslashtirib terdirib yuborganman. Bu ikkita xona, ya'ni umumiy yana 3 ta xona qilsa ham bo'ladi deyishyapti. Общий hisoblaganda uyimizda 6 ta xona paydo bo'lyapti. Endi qo'shimchasiga tualet, hammom degan narsalar qayerda bo'ladi deydigan bo'lsak, men aytganimdek, mana katta kengish o'sha umumiy endi bu yerda hozir bir tashda 5 sotixga yaqin yer maydoni bor. 5 tiximiz ham o'sha 4 dan ziyodroq maydon bor. Bemalol yana qo'shimcha zdaniya qilasizmi, oshxona qilasizmi yoki boshqa narsa qilasizmi, umumiy qurib olaverasiz. Xo'p, endi summasi qancha Shodiyor Baxtiyorov deydiganlar uchun umumiy summamiz tak 100 ming dollar deyishyapti. Aytiladigan summa, biz qanaqasiga narx-navoni biz belgilamaymiz, hurmatli obunachilar. Buni to'g'ri tushuninglar. Ba'zi bir ko'pchilik yozyapti kommentariyada, o'sha narx-navoni nega buncha baland aytib yuboryapsizlar yoki boshqa narsa deyish mumkin yoki umuman narxni aytmayapsizlar oxirida deyishlaringiz mumkin. Ko'pchilikka endi aytadi o'zlari, narxini o'zimiz aytamiz, o'zimiz kelishamiz, pastda nomerimizni qoldiring deydi. Biz faqatgina yoritib beruvchimiz. Meni uyim emas yoki operatorning uyi emas, bemalol borib turib biz o'zimiz uslugamizni qo'ya olmaymiz. O'shaning uchun talab qilgan narsasini, o'sha klient talab qilgan narsasini biz ham qo'ldan kelgancha harakat qilamiz va tushuntiramiz. Xonadon egasiga ham qimmat bo'lsa qimmat deymiz, sizlar tomonidan bo'lamiz.
Endi kimgadir balkim ma'qul bo'lar, kimdir misol uchun ikkita aka-uka qo'shilib bitta qilib olar o'sha. Endi bu yog'i nima deydi, barakaga bog'liq deyishadi. O'shaning uchun umumiy so'mmasi $100,000 deyishyapti. Bu o'tilib beradigan so'mmasi bor albatta. Shodar aka, bu 100,000 deb turmay 100,000 ga berib yuborib, yo oyoq tirab tura olmayman, bemalol telefon qilsa dedi, biz kelishamiz deyapti. Men bemalol pastdan nomerlarga telefon qilinglar. Akamiz juda ham yaxshi, samimiy inson, hech qanaqasiga bir tushunmovchilik bo'lmasligi uchun pastdan nomerlarni qoldiramiz. Hamisha uyda egalari, xonadon, yerda, umuman mulkdagi egalari nomerini qoldiramiz. Biz o'zimizniki emas. Bemalol tortinmasdan telefon qilinglar. Lokatsiyasini aytadi, ma'qul keladigan bo'lsa kelib ko'ringlar. Agar xonadon ham ma'qul keladigan bo'lsa, puliga keyin talashaverasizlar. Bemalol o'tib beraman deyapti. 100,000 dan ancha skidka qilib beraman. Endi aytiladigan summam 100,000 deyapman dedi. O'shaning uchun sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorov lokatsiyasini yana bir marta tushuntiramiz. Ishtixon shahri, Qaychilim massifi, Qaychilimning oxiriga qadalganda o'ng tomonga burilasizlar. Ko'prik bor. Ko'prikdan o'tganlaringda o'sha umumiy asfalt ko'cha keladi. Asfalt ko'chaning o'sha 20 metr ichkariga kirganda umumiy maydoni 8 sotixdan ziyodroq joyga barpo qilingan umumiy xonalari 6 xonadan iborat xonadonimizni video obzorini e'tiborlarga havola qildik. Qisqa va lo'nda tushuntirdik degan umiddamiz. Videolarimiz agar juda ham ko'p bo'lib ketadigan bo'lsa, uzr so'raymiz. Sizlar zerikib qolmasliklaring uchun biz salgina vaqtlarni cho'zamiz. O'shaning uchun bunga to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorov, Mas'ud Ishtixon barakali uylar jamoasi. Albatta bizning kanallarimizga obuna bo'lib qo'ying. Instagram, Telegram va YouTube kanallarimiz hammasiga obuna bo'lib qo'ysangiz, yangidan yangi videolarimiz chiqib boradi. Bemalol murojaat qilib turib, kimdir uyini, kimdir joyini sotmoqchi bo'lsa ham bemalol pastdagi nomerlar, reklama nomerlarimizga telefon qilib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Salomat bo'lasizlar.